Jannatni bilasizmi? 8 ta eshigi bor. Ularning nomlariga kelsak, birinchisi namoz eshigi. Ikkinchi ota-onaga yaxshi qilishlik, birrul validayn eshigi. 5-inchisi zikr eshigi. 6-chi taibin, tavbachilar eshigi. 7-chi eshigi esa sadaqa eshigi. 8-chi eshigi esa mutawakkilin, Allohga tavakkul qiladiganlar eshigi. Endi kimdirlar mana shu jannatni xohlagan eshigidan kirishi mumkin. Ularga jannat xohlagan eshigidan kir deyiladi. Birinchi ayollar uchun bu fursat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar ayol kishi 4 ta narsani qiladigan bo'lsa, shu jannat xohlagan eshigidan kirishi mumkin deyiladi. Ayol kishiga kir deb. Birinchisi 5 mahal namoz o'qishlik, ikkinchisi Ramazon ro'zasini tutishlik, uchinchisi haromdan saqlanishi, farjidan, haromdan saqlanishi. 4-tinchisi eriga itoat qilishligi. Shu narsa qiladigan bo'lsa, 4 ta shu ishni jannat xohlagan eshigidan kirishi mumkin deb aytiladi. Endi yana bir amal bor, uni qilinsin. U hamma uchun imkoniyat. Har tahorat olgandan keyin ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh aytib, undan keyin buni zikrni aytishlik. Allohumma ij'alni minat tawwabin va ij'alni minal mutatahhirin. Shuni aytadigan bo'lsa, ham jannatning 8 ta eshigidan kirishi mumkin. Inshaalloh. Allohim barchamizni muvaffaq qilsin. Jannatni 8 ta eshigidan xohlaganidan kir deydiganlardan qilsin. Allohumma amin.